Hurmatli Bunker Avto obunachilari, yana bitta yangi mashinamiz keldi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3 cho'qorangli top-toza kraskalari. Mashinamizga 4 ta yumshoq yangi balon bilan Cobalt diskga qo'yib qo'yishgan. Mejigar pultlari bor. Hurmatli obunachilar, 906. Mashinamiz propanda yurgan ekan. Bagaj qismlarini ko'rsatamiz. Salonlari juda chiroyli holatda. Mashinamiz 48 talik propan, 500 kilometr yuradi, 200 ming so'mga to'layapti. Xo'sh, zapaskalari даже yangi holatda turibdi. 88 ming yurgan ekan avtomashinamiz. Salon qismidan olamiz. Juda chiroyli chexol polichalar qo'yib qo'ygan. Konditsioner, ABS hammasi joy-joyida ishlaydi. Hurmatli obunachilarimiz, bu avtomashinamizni boshlanish to'lovini 16 million 700 ming so'mga savdolashib qo'ydik. Bu avtomashinamiz 121 million so'mga olib kelgandi klientimiz. 119 millionga savdolashib qo'yganmiz. Kelasizlar, sirasi hujjat qilib beramiz. Buni ichida 16 million 700 ming ichida hamma xarajati bo'ladi. Sug'urta, nomer, texpasport, oldi, sotdi, hammasini qilib beramiz. Noldan nomerlarga o'tib ketadi. Juda chiroyli nomerlar bilan. Oylik to'lovini yuqoridagi Telegram kanal, YouTube kanallarimizda ko'rishingiz mumkin.